Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 19.9% dan boshlab olsa bo'ladigan kreditni qo'llanmasini nihoyat tayyorladim. Hamkorbank tomonidan berilmoqda. Bilasizlar, men 8-9 yildan beri Hamkorbankda ishlayman va bankimiz tomonidan onlayn mikroqarzi boshqalarga, boshqa mijozlarga reklama qilishda xodimlarning rolini bilish uchun xodimni kodini kiritib ketadigan joy maxsus qo'yilgan, maxsus o'sha joy o'ylab topilgan va o'sha joyga siz meni shaxsiy kodimni kiritib ketishlaringizni iltimos qilgan bo'lardim. Sababi shu orqali siz meni mehnatimga o'zingizni hissangizni qo'shgan bo'lasiz va rahmatingizni shu orqali aytgan bo'lasiz desak ham bo'laveradi. Bu hech qanaqa pulni o'g'irlash yoki hakerlik emas. Bu shunchaki xodimni kodini kiritish. Pulingiz hech qayerga ketib qolmaydi, qo'rqmanglar. Bemalol u tarafda muammo yo'q. Demak, kredit olish haqida qo'llanmani boshlaymiz. App Store yoki Play Marketga kirib, Hamkor deb izlashga bosamiz. Va ko'rib turganingizdek, Hamkor degan ilova chiqdi. Belgisiga alohida e'tibor qarating va uni telefonimizga o'rnatib olamiz. Telefonimizga o'rnatib olgandan so'ng birinchi o'rinda til tanlash chiqadi. Hozir men tilni tanlab qo'yganman. Telefon raqamini kiritish joyi birdan ochildi. O'zingizni telefon raqamingizni kiritganingizdan so'ng avtomatik tarzda kod keladi va kodni telefon qabul qiladi. Undan so'ng ofertani imzolaymiz. Oxiriga tushib, tanishib, oferta shartnomasini imzolashga bosamiz. Va mana shundan so'ng ilovaga kirishga 4 talik parol so'raydi. O'sha parolni 2 marta terasiz. Undan keyin My ID ga o'tishga bosasiz va mana shu joyda tepa qismiga pasportingizni seriyasi va raqamini yozasiz. Uni pastki qismiga esa o'zingizni tug'ilgan sanangizni yozasiz. Masalan, 1-yanvar 2010-yilda tug'ilgan bo'lsangiz 01/01/2010. Va mana shundan so'ng ochiladigan menyu bu Face ID tekshiruvi. Mana shu yumaloqni ichiga yuzingizni joylashtirasiz. E'tibor qilishingiz kerak bo'lgan narsa, kamerani bitartib qo'yasiz va xona siz turgan joy yorug' bo'lishi kerak. Bo'lmasa, Face ID tekshiruvidan o'ta olmay qolishingiz mumkin. Demak, Face ID nazoratdan o'tib oldik. Endi bildirishnomani olishga bosib qo'ysangiz ham bo'ladi. Sababi mana shuni bosib qo'ysangiz, turli xil yangiliklar ilova tomonidan kelib turadi. Va mana shu bildirishnomani olish yoki X ga bosib olsangiz, asosiy menyu ochiladi. Va asosiy menyu ochilgandan so'ng onlayn kredit 19.9% dan degan belgi bor tepa chap tarafda. Mana shunga bosganingizdan so'ng kreditni menyusi ochiladi va davom etishga bosasiz. Bandlik turini ko'rsatingga ishlasangiz ishlaymanga bosib davom etishga bosib qo'yasiz. Va kredit miqdorini kiritasiz. Necha pul kredit olmoqchi bo'lsangiz, undan so'ng pastda ko'rsangiz muddati bor. Muddat belgilanadi. 36 oy, 24 oy va to'lov kunini pastda to'lov kunini belgilaysiz. Agar e'tibor qilyapsiz, muddatini o'zgartirsak, oylik to'lov summasi ham o'zgaryapti. Bu taxminiy hisob-kitob, bunga ishonib qolmang. Va bitta narsaga e'tibor qiling. Mana shu bo'sh maydonga 2 marta urasiz mana shundan so'ng. Qarang, 1-2 va xodim kodini kiriting degan joy chiqadi. Mana shu joyga endi xodimga xuddiki minnatdorchilik bildirish maqsadida 54012 ni kiritib ketishingizni so'rab qolaman. Bu meni shaxsiy kodim va pulingizni hech kim o'g'irlab ketmaydi. Mana shuni kiritsangiz, kreditni olishingiz ham nisbatan osonroq bo'lishi mumkin. Va undan so'ng hozirgi kunda necha pul oylik olayotgan bo'lsangiz, o'sha summani kiritasiz. Men bu yerga 8 million so'm deb kirityapman. Va qo'shimcha daromad bo'lsa, uni ham kiritib qo'yishingiz mumkin. Masalan, menda qo'shimcha daromad mavjud emas. Va istagan turdagi daromad keltiradigan kartani biriktiring deb yozyapti. Bu yerda menda karta chiqyapti. Agar sizda karta chiqmasa, kartani qo'shishga bosasiz. Va bundan so'ng ochiladigan menyu birorta tanishingizni telefon raqamini kiritishingiz kerak bo'ladi. Mabodo sizning nomeringiz topilib ishlamay qolsa. Va keyin My ID ga o'tiladi va kreditni olayotganingizda mana shu yo'l bilan tasdiqlaysiz va My ID da ham xuddi shunday yuzingizni yorug' xonada toza artilgan kameraga tutsangiz My ID dan o'tib ketasiz. Demak, My ID dan o'tgandan so'ng ilovaga kiriladigan parolni bir so'raydi telefon va o'shani terganingizdan so'ng kreditga ariza ketadi va kreditga ketgan arizani
siz bemalol arizalar bo'limidan turib holatini ko'rishingiz mumkin bo'ladi yoki sizga SMS ham keladi. Agar savol tug'iladigan bo'lsa, eslab qoling, 1256 Hamkorbankning call center 1256 ga bemalol murojaat qilsangiz, sizga arizangiz holatini yoki bitta ikkita tushunmay qolgan savolingizga javob berib qo'yishadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga omad tilayman, ishlariga omad.